Oy, duo qilayman, ketayotdim. O'tirma bitga. Mana, tug'ilgan kunimga spiskasini qilib qo'ydim. Voy, u nima uchun to'y qilmoqchimiz? Buncha spiska tug'ilgan kun bir kunda o'tadi ketadi, oyi. O'tgan kuni Fotima o'rtog'im tug'ilgan kunida 2 xil ovqat qildi, 3 xil salat qildi. Ko'p gapirmasdan aytganim olib kelgan. Mayli, bo'lmasam keyingiz uydagilarga ham aytib qo'yarmiz, ha? Voy, Xudo xayrini bergu, qo'y shularni gapirmagin, shu paslarni. O'tgan safar tug'ilgan kunimda arimsoqdan qolgan ko'ylakni kiyib kelibdi. O'lgan ustiga tepgan qilib, qovoqdan ham sovsa ko'tarib keladimi Xudoning uyiga? Undan ko'ra perashka ko'tarib kelishmabdi-da, paslar. Oyi, men ketdim. To'xta, qiz bilan uchrashdingmi? Ha, ko'rishdim, oyi. Ish qilib akangni xotiniga o'xshagan zot paslarda emasmi ular ham? O'zi bittasi yetarli. Hamma umidim sendan bolam. Ha. Adasi hozir qattiq suzib kelaman. Men qat to'xta, yig'layapsanmi? Yo'q, yig'lamayapman. Tinchlikmi o'zi? Alam qilarkanda adasi. Ertalabdan beri tinmadim, tuz tortmadim. 4 xil ovqat, 4 xil salat qildim. Men-ku mayli kelib ota-onam o'tirib ketadigan o'rni bor edi. Qizli uyimda ota-onamning xizmatini qilib shirin ovqatlar qilib bera olmaganman. Hech bo'lmasa mehmon bo'lib kelib duo qilib ketishini xohlagandim hamma qatori. Menga qarang, ko'p kayfiyating tushirma. Keyin men bilan ovqatlanib olgan, ertaga bir joyga o'tib kelamiz. Pasportni nimaga oldi desa adasi mana. Kecha rosa nolayotding, xafa bo'lib. Ana shu vaqtlar keldi. Onasi kecha uy ko'rib ketgandim. Mana shu yerdan uyimiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zimizning uyimiz bo'lgandan xohlagan paytda oyjonni, adajonni, ukajonni chaqirib bemalol mehmon qilsang bo'ladi. Mana shu yerlarda farzandlarimizni o'yingohlarda o'ynatamiz. Mana avtoturargohlarga mashinamizni qo'yamiz. Qara, ziloniy zona borligini, avtoparkovka 24 soat qo'riqlash xizmati bor ekan. Shaharda qulay joylashuv ekan. Aka, kecha ko'rib ketgan uyimni rasmiylashtirib bering ayolimning nomiga. Onajon, ro'zg'orliklarni qilib keldim, ko'rdingizmi? Voy, ko'rdim bolam, ro'zg'orliklarni juda chiroyli ro'zg'orlik qilib kelibsan. Ertalabki gaplarimga xafa bo'lmagin bolam. Ozgina asabim buzilib turgandi. O'zi kelinim yaxshi, baraka topsin. Bitta joyim og'risa, boshimga parvona yagona bo'lib turadi. Men bitta joyda bir uy ko'rib qo'ydim bolam. Shu uyni ko'rginchi. Shu uyni olsanglar yaxshi bo'larmidi deb aytdim. Ozgina yiqqanim bor edi bolam. Ukenam uylanadigan, ko'zim ochiqligida uyli joyli bo'lganinglarni ko'ray deyman deb o'tib ketganimdagi mol talashib, jon talashib yurmalaring deyman. Harakatinglarni qilinglar bolam. Rahmat onajon, sizni yaxshi ko'raman. Adasi rostdan. Nahotki men ham endi bemalol uyimizga ota-onamni chaqirib mehmon qila olar ekanman-da. Rahmat adasi, siz bilan faxrlanaman. Yangiyo'lda joylashgan Bahor ifori qurilish majmuamizdan uy xarid qilganingiz bilan tabriklayman. Va pasportingiz va hujjatlaringiz xudo xolisa tez orada ko'chib kelasizlar degan umiddaman. Sog' bo'ling. Yur onasi.